Dili ochning tagini soldingmi? Ha, soldim aya. Güzel. Ha, qanday yaxshimisiz Fatma mama? Kim o'tirib? Yo, ketaman. Yaxshimisiz, Fatma mama? Ha, yaxshi, rahmat. Tarvuz kes, muzdagina tarvuz yeymiz. Kerak emas, ketaman. Aya, ketaman debdi-ku, kesmay qo'yaveringmi? Ya ketaman desa indamay qo'ymaysan-ku. Kes, yeymiz ya. Issiqda o'lib ketamizmi endi? Uydagilaringiz yaxshimi, Fatma mama? Qo'shni to'y qilgan ekan Dilorom. Ha. Sen to'yga aytdimi? Mana aytmadi to'yga. Ularga pulim yo'q deb yotuvdi-ku, kredit olganmi? Bilmasam. Pulim yo'q deb odamlar yeb tavba qildimi? To'y ham qilaveradi. O'xshaganlarda aytmaydi to'yga. Aytmas. Bizdan to'y qilsak o'shib aytmaymiz. Ha, qizim ochning gurchini sol. Yo, go'zal, men ketaman. Aya, och pishdi, suzaveraymi? Bo'ldi bo'lmasam suzaver. Yo'q, men ketaman, go'zal. Aya, ketaman debdilar-ku, ketgandan keyin yeymiz bo'lmasa? Ha, men ketaman, hozir ketaman. Men qarang, Fatma mama, shu kelganingizdan beri ketaman deysiz. Soat 9da keldingiz, soat 2 bo'ldi. Ovqat suzay yo'q, ketaman deysiz. Tarvuz kelsa yo'q, ketaman deysiz. Qari o'laman, yosh ketaman deb qo'rqitar ekan. Yosh holimizga qayoqqa ketmoqchi bo'lsangiz, ketsangiz keting bo'lmasa. O'tirsangiz o'tiring. Qornim ochqab ketdi. Ketsangiz ketingiz, ovqatlanib olaylik. Voy, ye ovqatingni. Amin. Bo'pti. Xafa bo'lmang yana, ya. Mayli. Shu sizlarda ham shunaqa tanishlaringiz bormi? Kegindan ketaman deb kuydirib o'tiradigan. Uyt ketamanlamanglar. Kegindan keyin odamga o'xshab o'tirib keyin ketinglar-da.